Yüz Yilliq Marafon. ئاپتورى مايكىل Pillsbury. خاتىمە. 1. 2015 yazning başlarında ayolim ikkimiz Jorjtandagi uyimizda kutilmagan sharaf mehmonimiz. Xalq Azodlik armiyasining sobiq polkovniki Liu Mingfuning kitob ziyofatiga sohibxonlik qilib qoldik. Liu Mingfu bozorlik kitobi bo'lgan Xitoy tushi nomli kitobda Beyjingdagi marafonda g'arb bilan bo'ladigan qarshilikları va Amerika bilan o'zlari o'rtasida yuz beradigan ziddiyatlarni tilga olgan. Men 100 yillik marafon degan uqumni tunji qatim uchratgan kitob dal Liuning mushu kitobi edi. 100 yillik marafon Beyjingning Xitoyni 3-dunyo ellari o'rnidan eng zo'r dunyoviy kuch qilib chiqishdagi uzun muddatlik strategiyalik planini ko'rsatdi. Liu kitobning kirish so'zida Xitoy bilan Amerika o'rtasidagi navbatdagi musobaqaning dunyoviy kuchlarning insoniyat tarixidagi eng cho'ng musobaqasi ekanligini ko'rsatgan. Polkovnik Liu kitobining tarqilishidan keyin New York vaqt gezdi qilgan so'zida bir zamonlarda Xitoy Sharqning uyqudagi shiri deb ta'riflangan edi. Biroq endilikda biz uyg'ondik. Shi Jinping shirlar to'pining sarkisiga aylandi. Endiki kimmi biz bilan urushishga jasorat ko'rsatalsin degan. U yana Osiyo o't yalqini ichida. Kelgusida Osiyoning hamma yeri urush maydoniga aylanib ketishi mumkin degan. Bu xushxo'y jonliq polkovnikni Xitoyning harbiy va axborot amaldorlari bilan uchrashishimdagi yaqinqi 10 yil ichida tonigan edim. U kitobining ingliz tilida nashr qilinishini umid qiladi. Shunday qilib, Jorjtandagi uyim amerikalik axborotchilar va tashqi siyosat mutaxassislari bilan to'lishdan ilgari polkovnik Liu kitobidagi keyingi Amerika davri deb atalgan Xitoyning bosh ko'tarish to'g'risidagi fikrlarni o'ttirg'a qo'ydi. Uning bu haqdagi tashabbuslaridan birarsini bayon qilaymi? Liu Xitoyning Monro ta'limotiga, ya'ni Latin Amerikasidan Yevropa kuchlari cho'qim chiqib ketishi kerak degan ta'limotga ergashish kerakligini. Biroq Xitoyning bu uqumni Osiyo qit'asida barcha g'arb kuchlarining ta'siri bo'lmasligi kerak degan ideya bo'yicha o'zlashtirish kerakligini yoqlaydi ekan. Mening Liuga ziyofat berishdagi maqsadim to'limi oddiy. Men Markaziy axborot idorasida va 5 burchaklik binoda ishlaydigan mehmonlarimning Xitoy qattiq qo'llaridan birini yaqin ko'rib olishini va uning ko'z qarashlarini bilib olishini umid qilib shunday qildim. Amerikada Xitoy qattiq qo'llari Xitoyning asosiy iqimidan chetnigan yovu guruhlarning bir qismi deb qaraladi. Amaliyotda Xitoy qattiq qo'llarining ko'z qarashlari Xitoyning g'o'l iqimiga vakillik qiladi. Buni isbotlaydigan ko'plab dalil paketlar mavjud. Aldı bilan New York vaqt gezdining deyishcha, Liuning kitobining inglizcha nashri Beyjing shaharlik tashviqot idorasining sobiq xizmatchilaridan biri tarafidan iqtisod bilan ta'minlangan Amerikadagi ma'lum bir nashriyat tarafidan nashr qilingan. Oktabrda New York vaqt gezdida polkovnik Liuning ko'z qarashlari bayon qilingan. Xitoy polkovnikining qattiq qo'l ko'z qarashlari asosiy iqimga singib kirdi degan mavzudagi bir maqola mening ruxsatim bilan e'lon qilindi.
Mən uyuşturğan yığılışqa qatnaşqan Amerika avazı muxbirlərdən biri Leo'nun sözlərini Xitayğa tarqatdı. Avazlıq tarqıtış Xitay tərəfindən tosqunluqqa uçuramadı. Qarmaqqa Xitayның Amerikadan eşib ketadiganlıq toğrısındakı sözlərini təsdiqlaganda qılatdı. Mən bu kitabımda to'xtalib o'tganimdek, Amerikaning axborot va davlat bexatarlik amaldorlari uzun zamonlardan beri Xitoy strategiyasi to'g'riliq xam xiyollarga g'arq bo'ldi. Shundaqla Xitoyning g'arbga jang e'lon qilganligini ifodalaydigan ochiq dalil paketlarga sal qardi. Xitoy qattiq qo'llarining bosh ko'tarishiga sal qarash, balki davlatimizdagi eng cho'ng istixborot xatoligi bo'lishi mumkin. Agar bizning liderlarimiz bu vaqtdagi uchurlarni mendan anglashni xohlamasa, bu vaqtda New York vaqt gazetini o'qib baqsa bo'ladi. Biz 40 yillik uyqudan keyin Xitoyning 2049-yilga borganda Amerikadan eshib ketishini ko'zlab o'ttirg'i chiqargan inchika va planliq strategiyasiga nisbatan amdilardan uyg'onishga başladık. Biz bu uyg'onishning bak kechikib ketmasligini umid qilamiz. Haqiqat shuki, bu kitob tunji qatim nashr qilingan oylardan boshlab Xitoy hukumati 100 yilliq marafon nomli bu kitobning markaziy nuqtasini yoritadigan dalil paketlarni chiqarishga boshladi. Beijingning o'zi yetakchi bo'lgan asosda dunyo tarafini qayta tashkillashga urinishi, shundaqla Amerikaning kuchi va ta'sirining qarshisida turishi qatorliqlar mushuning jumlasidan hisoblanadi. Xitoyning harakatlari va nashr buyumlari Beijingning uzun muddatlik strategiyasi yo'q. Xitoy faqat tinch holatda demokratik erkin bozor tuzumidagi davlatlar qatoriga qo'shilishni orzu qiladi deb qaraydigan ko'plagan Amerika olimlari va strategiya belgilguvchilarining mazkur hukmlarga nisbatan ig'ir darajada gumon tug'dirdi. Xitoyning dunyoviy harbiy kuchining ta'sirini kuchaytirish. 2015-yili 5-noyabr ko'zoynak taqib olgan taq-turq surlik bir kishi Amerika dengiz armiyasining janubiy Xitoy dengizida turishliq quruqliqda jang qilish qismiga tava Theodor Roosevelt nomli aviamatkasiga oyoq bosdi. Bu Amerika davlat mudofaa ministri Ashton Carter bo'lib, u Xitoy cho'ng quruqliqining radarlarining ko'z oldidagi aviamatkining po'lat supsida turib, Xitoyning janubiy qirg'og'iga to'g'irlangan minglagan ballistik boshqariladigan bombalarning oldida turib, Amerika dengiz armiyasining jang aeroplanlarining quyosh ostidagi gurildashlarini tomosha qildi. Bu hal Amerika harbiy kuchining kichikkina namoyandalaridan biri edi. Darvaqa Carter o'z signalini yoki bu signalni topshirib olg'uvchisini maxfiy tutib yurmadi. Carter rayondagi kunsir eshib berayotgan jiddiylikni Xitoyning keltirib chiqarayotganligini tilga ilib, Beijingga Amerikaning qat'iy irodasini oshkor namoyon qildi. Carterning yanida Xitoyning lukchakliklaridan aramsizlik tushgan ko'plagan Xitoy qo'shni davlatlardan biri bo'lgan Malayziyaning davlat mudofaa ministri turgan edi. Carter so'zlarda Xitoyning qilmishlari to'g'riliq bak ko'p andishlar mavjud degan gapni mundaqli deb qo'ygan bo'lishi mumkin. Afsuslanarli shuki, shuningdan bir qancha kun keyin Malayziya Xitoy dengiz armiyasini Kota Kinabaludagi Moyun portni ziyorat qilishga taklif qilib, o'zlarining Amerika bilan Xitoy orasida taraf tutmaydiganligini ifodalagan bo'ldi. Ko'plagan Osiyo liderlari
Amerikaning Xitoyni 40 yil quchoqlashini yana davomlashtirish mumkinchiligiga sagaklik bilan muomala qilib, Amerika tarafda turish sabablik o'z istiqbolini do'g'i tikishdan saqlanayotgandek qiladi. 100 yillik marafon nashr qilingan oylardan boshlab Xitoy Xalq Cumhuriyati Janubiy Xitoy dengizini ilgari ko'rilib boqmagan darajada harbiylashtirish, dengizni tindirib, yangi orol barpo qilish va ularni o'z tavalliki deb e'lon qilish. Shundaqla bu orollarda aydirim, port va askariy bazalarni qurish qatorliq qilmishlar orqali bu rayonda Xitoyning harbiy mavjudligiga zimin hozirlamoqchi bo'ldi. Uzun zamonlardan beri Xitoyning niyati iqtisodiy jihatdan bosh ko'tarish deb qarilib keldi. Carterning harakati necha 10 yillik bu xil xam xiyolning g'arbda barbod bo'lganligining eng yaqinqi namoyandasi hisoblandi. Xitoy Ozodlik armiyasining Janubiy Xitoy dengizida orollarni taraqqiy qildirish bilan aldirash bo'lishidagi asosiy sabab o'zining qo'shnilarga Janubiy Koreya, Tayvan, Filippin, Yaponiya qatorliq Amerikaning muhim ittifoqdoshlariga qarshi strategiyalik o'rin egallashdan iborat. Bu sun'iy orollarda barpo qilingan portlar, Xitoy dengiz armiyasi va qirg'oq mudofaa parxodlarining Xitoy cho'ng quruqliqdagi portlarga qaytmasdan Janubiy Xitoy dengizida mavjud bo'lib turishini ro'yobga chiqardi. Masalan, Xitoy o'tliq kirist xati tashlarida qurgan aydirim Xitoyning harbiy qurol yaroq iskilotidagi ig'ir tipliq to'shig'ichi va jang aeroplanlarini o'z ichiga olgan barcha aeroplanlarni sig'dira oladi. Xitoyning barcha jang aslahalarini to'shish uchun ishlatadigan avia matkasi bo'lmaganligi, shundaqla havoda may qachilash iqtidori cheklik bo'lganligi uchun bundaq orollar Xitoyning qurol yaroqlarini Xitoy qirg'iqidan yiroq joylarda o'rinlashtira olishini hamda yangi radar va sun'iy hamroh aloqa sistemasini bu joylarda qura olishini ro'yobga chiqardi. Bu orollarga yangi radar va sun'iy hamroh aloqa sistemalarini o'rinlashtirish Xitoyning Janubiy Xitoy dengizidagi dengiz tavalliki engini ko'rinarli darajada oshirdi. Xitoyning bu xil shakldagi kengaymichilik qadami ostilaydigandek emas. Xitoy harbiy jihatda zamonaviylashish planida dengiz armiyasini oldingi o'ringa qo'ygan. Xitoy ilgari Xitoyning harbiy strategiyasi nomliq davlat mudofaasi aqtashlik kitobida quruqliq askariy kuch dengiz askariy kuchidan ustun bo'lishi kerak degan an'anaviy tushunchadan cho'qim xo'shlashish kerak deb jakarlagan. Xitoy iqtisodiy manfaatini qo'g'dash uchun dunyoviy askariy kuchni kengaytirishni planlaydi. Shuning bilan birga dengiz rayonlaridagi igidorchilik talablarida ching turib, qo'shni davlatlarning g'azab nafratlik harakatlariga va Amerikaning aralashishiga qarshi mudofaada turdi. Amerika bexatarligiga oid yangi markazlardan birida xizmat qiladigan Osiyo siyosati mutaxassisi Patrik Croninning deyishicha, mazkur aqtashlik kitob Xitoyning bargancha rayondagi zo'migar kuch bo'lishiga qarab ketayotganlik plani ekan. Olam bo'shliqini bo'ysundirish. Bu kitobning o'qirmanlariga ayon bo'lganidek, Xitoyning qotil xanjiri nomli plani Amerikaning harbiy ojizliklaridan foydalanish texnologiyasini asos qilgan. Bu yangi texnologiyaning maqsadlaridan biri boshqa bir chegara hisoblangan olam bo'shliqini bo'ysundirish bo'lishi mumkin.
Amerika hökuməti təvəllükidəki Amerika, Xitay, iqtisadi və bexəterlikini көзден keçiriş komiteti tərəfindən çıxırılğan dokladlardan birində Xitayның qoş orbitalik sün'iy həmrahqa qarşı qural yaraqlarını tərəqqi qıldırıyotqanlığı bayan qılınğan. Dokladda bu sistemalar qural yaraq qaçılanğan sün'iy həmralarını öz içiga alğan. Bu qural yaraqlar partlatqıç dora, parçalanish uskunasi, harakat energiyasi qurali, lazer nuri qurali, radio chastotliq qural, mashina, odamlashgan qurollar qatorliqlardan tashkil topgan deyilgan. Washington vaqti gazetidagi bu doklad analiz qilingan maqolalardan birida qo'sh orbitalik qurollar bo'shliqda ehtiyotchanlik bilan sun'iy hamrohlarga yaqin holatda harakat qilib, sun'iy hamrohlarni nishonga oladi. Ondan ularni pachaqlab tashlaydi yoki palach holga tushirib qo'ydi. Qo'sh orbitalik qurollar yana sun'iy hamrohlarga so'qilish yoki avtomatik qo'li bilan ularni tutib olish vazifasini o'rindayolaydi. Washington vaqt gazetining xabariga ko'ra, mazkur komitet yana Xitoyning boshqa sun'iy hamrohlarni vayron qilish uchun 2 yangi boshqariladigan bomba tayyorlayotganligini bayqagan. Töven ham yuqori orbitalardagi sun'iy hamrohlarni pachaqlash iqtidoriga ega bevosita olam bo'shligiga ko'tariladigan boshqariladigan bombadan ikkisi, ya'ni SC-19 bilan DN-2 boshqariladigan bombasi Amerikaning xalqaroliq o'rin belgilash, ya'ni GPS sun'iy hamrohini etib tushirish iqtidoriga ega. Lekin mazkur boshqariladigan bomba Amerikaning istixborot kuzatish va chorlashga ishlatadigan sun'iy hamrohlarni tartiltib etishga texmi mos keladigandek turdi. DN-2 boshqariladigan bombasini 5 yildan 10 yilgacha vaqt ichida ishga kirishtirgil bo'ladi. Xitoyning sun'iy hamrohga qarshi texnikasi Amerikaning aloqa sistemasiga ro'shan va jiddiy xatar shakllantirgidek yoshirin kuchga ega albatta. Davomi bor.